Erkaklar sog'lig'i oilaviy baxtning asosi. Agar sizda tez-tez siyish, og'riq, shuningdek jinsiy zaiflik bezovta qilayotgan bo'lsa, demak bu prostatit belgisi bo'lishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix erkaklar uchun maxsus ishlab chiqarilgan tabiiy vosita. U prostata bezini faoliyatini tiklaydi, og'riqni kamaytiradi va kuch-quvvatni oshiradi. 100% tabiiy va halol. Buyurtma berish uchun hoziroq 55 kodi bilan 513 99 99 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Prostamix orqali erkaklik kuchingizni qaytaring. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. New York Times agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump yer sayyorasida tinchlik o'rnatishni yangi konsepsiyasini ishlab chiqdi va unga ko'ra dunyo Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va albatta Rossiya tomonidan bo'lib olinib boshqariladi. To'g'rirog'i, Trumpning yangi tinchlik rejasiga ko'ra, Xitoy, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'z ta'siri doirasida yer sayyorasidagi davlatlarni norasmiy tarzda bo'lib olib boshqaradi. Trumpning fikricha, bu reja dunyoda juda ko'p yillar davomida tinchlik o'rnatilishiga sabab bo'ladi. Ammo New York Times'ning bu boradagi fikri Trumpnikidan tubdan farq qiladi. Sababi New York Times'ning qayd qilishicha, agar Trumpning mazkur konsepsiyasi ishga tushsa va dunyo 3 ta yirik davlat o'rtasida bo'lib olingan holda boshqarilsa, yer sayyorasida haqiqiy diktatura rejimi yangidan dunyoga keladi. Aniqrog'i, yuqorida nomlari eslatilgan davlatlardan biri yoki ularning barchasi diktaturaga asoslangan holda o'z qo'l ostidagi yerlarni boshqarishga tushadi. Bu esa borib baribir yangi jahon urushiga olib keladi. Bizningcha New York Times'ning xulosasiga Trumpni ham unga mazkur fojiali konsepsiyani ishlab chiqishda ko'maklashgan siyosatchilarni ham tushungani aniq. Endi Vladimirlarning kenja varianti tomonidan NATOning sammitida Kiyevning ishtirokini ta'minlash uchun o'ylab topilgan yangi bahonaga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Strana agentligining axborotiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy o'zini Berlindagi 28-may kungi bayonotida NATO sammitiga Kiyevni hali ham taklif qilinmaganiga e'tiroz bildirib, kutilmagan fikr bildirgan. Zelenskiyning aytishicha, nima emish, agar NATO Ukrainani bu safarga o'z sammitiga taklif qilmasa, bu Putinning NATO ustidan g'alabasi sanaladi va Rossiya bordi-yu Ukraina harbiy alyans sammitidan chetlashtiriladigan bo'lsa, NATO ustidan qozongan g'alabasini nishonlaydi. Shuning uchun Mark Rutte Zelenskiyga ko'ra zudlik bilan Ukrainani NATOning sammitiga taklif qilmog'i shart. Aks holda bu Rossiyaning g'alabasi sanaladi. Strana agentligining Zelenskiyning bayonotiga izoh berishicha, Vladimirlarning kenja varianti Kiyevni qay yo'l bilan bo'lsa-da NATO bo'sag'asida olib qolmoqchi va u harbiy alyans ham Kiyevga tupursa, o'z faoliyatiga yakun yasalishini juda yaxshi biladi. Bu gapga esa tushundi. Endi Germaniyani Ukrainaga ajratayotgan yangi yordam paketi haqida to'liq axborot beramiz. Spiegel agentligining xabar berishicha, Zelenskiyning Berlinga tashrifi bu safar ham ish berdi va Germaniya kansleri Friedrich Merz Ukrainaga 5 milliard yevro miqdorida harbiy yordam paketi ajratilishini e'lon qildi. Friedrich Merzning va'dasiga ko'ra, Berlin tomonidan Kiyevga ajratilayotgan 5 milliard yevro pul Ukraina armiyasiga uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga moslashgan qurollar sotib olish, Kiyevga yangi havo mudofaa tizimlari sotib olish va Ukraina frontida ta'mirtalab ahvolga kelgan og'ir texnikalarni qayta ta'mirlash uchun yo'naltiriladi. Ammo Spiegel agentligining urg'u berishicha, Friedrich Merz Ukrainaga Taurus qanotli raketalarni yetkazib berish to'g'risida hech qanday fikr bildirgan emas. To'g'rirog'i, Germaniya hukumatı bu raketalar borasida hali ham bir qarorga kelmagan. Biroq shuni unutmaslik lozimki, Friedrich Merz 28-may kungi Berlindagi Zelenskiy bilan uchrashuvda Ukraina armiyasiga rasman Germaniya tomonidan Kiyevga yetkazib berilgan qurollar orqali Rossiyaning ichkarisidagi harbiy obyektlarga zarba yo'llashga ruxsat bergan. Bu degani Berlin Moskva bilan ochiqdan ochiq urushga kirishmoqda degan gapdir. Eslatib o'tamiz, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 28-may kungi Friedrich Merzning ruxsatidan keyin Berlinga rasmiy ogohlantiruvchi murojaat yo'llagan. Lavrovning aytishicha, Germaniya o'zini bu halokatli qarorini bekor qilishi shart. Aks holda qarorning oqibatlari Berlin uchun fojiaviy tarzda yakun topishi mumkin. Sergey Lavrovning urg'u berishicha, Rossiya hech qachon Germaniya bilan qanday
qandaydir to'qnashuvda bo'lgan mamlakatga o'zini qurollari orqali zarba yo'llashga ruxsat bergan emas va Germaniyaning yangi kansleri Friedrich Merz bu turdagi ruxsatni Ukrainaga berishdan oldin Moskvani shu harakatini inobatga olish kerak edi. Aytgancha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 28-may kuni Rossiya va Ukraina o'rtasida bo'lib o'tadigan tinchlik muzokaralarining ikkinchi raundi kuni va joyini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Kiyev va Moskva o'rtasida tinchlik muzokaralarining navbatdagi raundi 2-iyun kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tadi. Lavrov aytgan shu 2-iyun kuni urushga nuqta qo'yilishiga ulkan umidlar bog'lab, voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.